Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga yoz mavsumi uchun juda ham qulay fason bichilishini ko'rsatib o'taman. Bu fason uyga ham, ko'chaga ham kiysa bo'ladi. Hozir o'lchayotgan joyim etek qismi, etekni bir tarafi. Etek qismini ikkinchi tarafini ham xuddi shunday razmerlab o'lchab olinadi. O'lchab olsangiz ham, ustiga bosib olsangiz ham bo'ladi. Mana ikkinchi tarafini ham shu tarzda bichib olamiz. Etek qismini oldi va orqasini bichib bo'ldik. Endi navbat tepa qismiga. Matomiz bilan milimiz oq bo'lgani uchun unchalik bilinmabdi chizganlarim. Oldi qismini qirqib bo'lgandan so'ng ikki yoniga vitichka beriladi. Shu tarzda. Endi orqa qismini bichamiz. Orqa qismini bichishda orqani ikki yoniga vitichka bermaymiz, faqat orqasidan tikish tushiramiz. Chiroyli turishi uchun yoqaga 3 sm pastga, yelka tepasi va orqa qismiga 0,5 sm dan chiqamiz. Oldiga nisbatan. Orqa qismini pastidan vitichka uchun alohida olib tashlanadi 2 sm kirib. Bu yeng qismi. Eng qismini olishda alohida 2 bo'lak olinadi. Ulanadi eng uchiga. Yengning ikkinchi bo'lagi uch qismi 10 sm uzunlikda, bunga qaraganda ozgincha illiroq qilib olinadi. Bu esa shalvar qismi 2 sm 31 6 sm. Mato oq bo'lgani uchun ruchka ham bilinmagan. Bo'yiga 91. Etek qismi 29. Bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.